Birinchi uchrashuvda Nepal Laosni 9-0 hisobida mag'lub etdi va ularda 3 ochko bor. O'ziga tegishli bo'lgan natijani qayd etsa, ya'ni g'alabani qo'lga kiritib, 3-turga olib qolsa yo'llanma masalasini. Lekin boshqa variant ham bor, bunga ish oshiradi Anita. Ammo mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki, juda ham oddiy Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bhandari gol muallifi. Nomzod tepish uchun to'pni jamoa yetakchisi bo'lib ham biz esa kutamiz. Ruxsat bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Chiroyli gol urilyapti standart vaziyatdan. Zarba kuchsiz, lekin gol. Bhandari dubl muallifiga aylandi. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lish kerak. Bhandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol. Rostdan ham joniga qaytganmiz qadrli do'stlar. Shri Lanka hamda Nepal terma jamoalari o'rtasidagi Osiyo Kubogi saralash bahslari ikkinchi tur o'yini F guruhida Nepal terma jamoasi Pereira himoya chizig'i vakili. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar. Azizlar, qoida buzilgan deb topildi mana shu. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. 10-raqam. 32-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Yosh, ikkinchi qavatda orqali yana uzatma. Mana gol. 7-chisi. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. O'yin boshida bitta hujum qildi. O'rtalikda bir oldinga o'tishga urinib ko'rdi va mana yakunda hujum qilyapti. Mana bu zarba juda noaniq. Darvozabon to'pni ushlab oldi. 9-golga harakatni boshlayotganida hakam final hushtakini chaldi. 8-0. Nepal terma jamoasi 8-0 hisobda g'alaba qozonyapti va guruhda onlayn jadvalda birinchi o'ringa ko'tarildi. Bir necha soatdan keyin O'zbekiston terma jamoasi yana o'z o'rniga qaytishi mumkin. Buning uchun Laosni taslim etish kerak bo'ladi. Reportajimizni shu pallada yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi efirlarda uchrashguncha xayr, doimo sog' salomat bo'ling. City Sports Network.